Men sizlarga 32 ming dollarga shokolad topib qo'ydim. Bungacha kanalga obuna bo'linglar. Kim bu? Kelinglar, men sizlarga uyni tanishtiradigan bo'lsam, eshikdan ochib kirganingizda koridor kutib oladi. Koridor yonida spanimizni kutib oladi. Keyin bu xonadonimizda plus tomonlar bor. Uy egalari bu jihozlar qoladi dedi. Bu yoqda esa hojatxonamiz, bu yoqda ommamiz, bu yoqda ham yutuqlari bor. 80 litrli ariston qo'yib qo'ygan o'zlari uchun. Bu aristonimiz ham qoladi. 10 tomonda esa zalimiz. Konditsioner ham qoladi. Bu yoqqa yuramiz endi. Bu yoqqa kirib kelayotganlar sizlarga chiroyligina oshxona kutib oladi. Opa-singillarimiz uchun. Keyin bu xonadonning yana afzalliklaridan bittasi bu ham o'zi bilan qoladi. Keyin bu yoqqa tanishtiradigan bo'lsak, bu yoqda katta bitta balkon kutib oladi. Balkonni ham o'zlari uchun chiroyli qilib qo'ygan. Bizdan sizlarga afzalliklarini aytadigan bo'lsak, uy egalari o'zlari uchun uyning teglariga mashina turadigan parkovka qilib qo'ygan. Oynani ochganingizda shunaqa chiroyligina deski plashatka kutib oladi. Manzilni tushuntiradigan bo'lsak, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor shaharchasi 5 etажli domda 2-etaj bo'ladi. Agar bu uyimizga kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Xayr hammaga.